hamma muzikantlarga ma'qul bo'ladigan qilib G'itchaki Boburiy alt, G'itchaki Boburiy bas, G'itchaki Boburiy kontrabas degan oilasini yaratdik. Prezidentimiz qarori bor 112-4 yil oldi chiqqan. Hozir hamma maktablarimizga 7 xil cholg'ularni 3 marta komplekt berdi. Endi o'qituvchilar kamda. G'itchaki Boburiyning oilasi o'tgan safar sizga aytganlarim hammasi Giler nomidagi ixtisoslashgan maktabda o'qilyapti. Ha, andijonliklar eng yaxshi fazilati kamroq gapu, ko'proq ish qiladigan odamlar. Assalomu alaykum. 1810-yilda asos solingan Shahrixon pichoqchilik maktabiga o'shandan beri davom etib keladi. Bu metal birinchi bo'lib Mavlonnahr Amir Temur bobomiz davrida yasalgan. Undan keyin yo'q bo'lib ketgan bu texnologiyasi. 91-yillarda ustozimiz Nosirxon Alixo'jayev buni yana qayta tiklagan. Hozirgi kunda Damaskisda butun dunyo bo'yicha Shahrixon pichoqlari birinchi o'rinda turadi. Mahsulotingizni sotish oson bo'ldimi sizga? Hozirgi kunda mana bu pichog'imizning narxi $1,500. Ichkarida $1,200 bor. Bizga shu jitcha shu imminni Shahrixonni yoritgani matbuot shu nima yetishmayapti, xolos. Endi sizlar uzoqda Toshkentda hatto shu karantin davrida ham butun dunyoga dastavka qilib berganman. Hozirgi kunda internetda 1,000 dan 1,5 donagacha eksport qilaman chet elga. Shahrixonda 1000 ga yaqin hunarmand ustalar va pichoqchilar. Tojikistonga bordim yaqinda, mana prezident tashrifi bo'ldi Tojikistonga. O'shanda ham qatnashib keldim o'z hunarimiz bilan. Mehnating halol, barakasi. Rahmat, rahmat. Intervyu olay sizdan. Umar Hayyomni g'azalini bilasizmi? Qaysi g'azal? Men qarang, "Oy, kulol, ko'zayini bo'ynini sekinroq qiskin, uni ichida podshoning boshi, gadoyning oyog'i turibdi" deydi. Bu yerda nechta avlodni hoki turibdi bunda. Ota bobo kalonlarimni o'sha izlari shu ustaxonamda. Ularning qo'llari shu yerda, ularning ishlari shu yerda. Men Abduvahhab Mirzabahrom kulol Andijon kulolchilik maktabini 14-sinflar vakili hisoblanaman. Sadoqatli, halol, pok, mehnatga sadoqat bilan ishlaganlarimiz uchun Andijon shunday bo'ladi. Andijonliklarning eng yaxshi fazilati nima? Kichkinami, kattami, hammani sizlab gapirishi. Shu bizni. Osh, doimo osh qilishimiz bizni o'zimizning an'anamiz. Chapani andijoncha yigitlar yeydigan osh, xudo xolasa, bizni andijonliklarimiz fazilati hamisha qo'li ko'rsida. Bobomiz Boburning haykali qo'llar ekan. Kecha kuni muhtaram prezidentimiz kelib ana shuni e'lon qilib ketdi. Biz juda xursand bo'ldik Andijon ahli. Xudo xolasa kelsanglar hamisha mehnatda, xizmatdamiz, xudo xolasa sizlar uchun. Buni Zahiriddin Muhammad Bobur ko'rsa xursand bo'lsa kerak edi. Andijonga o'zi qilolmagan narsalar hozir bo'lyapti-da, mana qurilishlar, obodonchiliklar. Andijonni yaxshi ko'raman. Ma'nosi borda Bobur qaytib keldi. Ruhan vataniga qaytib keldi. Ko'rib hayron bo'lyapti. Meni ham davomchilarim paydo bo'libdi-ku deyapti. Bizi yoshligimizda bunaqa imkoniyatlar yo'q edi. Hozir endi qo'yaverasiz. Qancha ish qilsak, shuncha mazza qilamiz. Biz ham mazza qilib o'rgatdik. Bo'ldi, menga ham o'rgatasiz. Xudo xolasa. Kelaman. Minatda. Sabr markazimizga taklif qilamiz. İşte Sabr markazi deyiladi. Sabr, mana markazimizga sabrga taklif qilamiz. Ayol qizlarimizni bepul hunarga yo'naltirish markazi 100 ta 150 tacha ayollar 2 oy davomida hunarlarimizni o'rganib boradi. Tashabbuskorlik bizning qo'limizda. Qanday qilish? Mana men namuna qildim, qilsa bo'lar ekan Andijon qirda. Bu mani ona yerim-ku, vatanim-ku. Betakror-ku. Nima his qilasiz ota yurtingizga kelganda har doim? Bolaligim. Chunki bolaligim Andijon bilan Farg'onada o'tgan. Приятно с тобой общаться. Maza qildim. S vami тоже konsertingizda ko'rishamiz. Konsertimda ko'rishamiz. Gapni ham biladi, ishni ham biladi. Mana mashq xarakter menimcha rosa tushadi andijonliklarga. Bir qaricha yerni tinch qo'ymaydi-da. Andijon xalqi shunaqa ham mehnatkash, bo'lmasam respublikamizda eng zich hudud bo'la turib, lekin bugun ishsizlar soni eng kam viloyatligini ko'rib ham odam aytadiki, xalq o'zi mehnatkash. Balkim u pensiya yoshida mashaq kelib yashash kerakmikin ham deb o'ylab qolyapti odam. Bobur Mirzo orzu qilgan bog' bo'lgan mana shu joyda haqiqatda ko'rsangiz. Boburiylar keldi, andijonliklar keldi.
andijonliklar keldi, jamoasi ham brend bo'ldi. Qachon, qanaqa tuzildi o'zi bu? Vatanni sevamiz, avvalo Andijonimizni sevamiz. Andijonimizni sevganimizdan keyin shu narsa o'zidan o'zi chiqaverar ekan. Ketdida va boshlaymiz deb turib, o'zimizdan o'zimiz ideya qildik, shu chiqib ketdi. Shu bilan trendga bo'ldi-da. Parijga bordinglar. Parijga bordik, ko'p davlatlarga bordik. Los-Anjelesda ham zap etamiz, xudo xolasa. Fan klubda o'zi 500 ta bola bor. Lekin eng yari-yarilari biz etap-etap saralab olamiz. Eng zo'rlarini tayyorlaymiz. Nimaga qarab saralab olasiz zo'rlarini? Shu o'zlaridan o'zi yuragidan men hammasini ko'rib olaman, ko'zida qanaqa borligini o'qiyman, shu bor. Anjonni sevishadi. Bularga hech qanaqa oylik ham, hech qanaqa mablag' ham berilmaydi. Bular kerak bo'lsa o'zlari yonidan pul to'plashadi. Zapis qilib oladi. Rahmat. Andijonda do'ppisida qalampir do'ppi bo'ladi. Keyin bu kichkinaroq. Andijon do'ppisi sal kattaroq bo'ladi. Keyin qalampir munchoqlari sal ko'proq bo'ladi. O'zbekistonning har qanaqa chekkasida, har qanaqa viloyatida, shaharida, tumanida Andijon marojniy yetib bormagan hudud yo'q. Sababi nimada? Buni ta'mi yaxshi chiqdi, odamning ko'ngliga yoqdi. Bugun yegan odam ertaga yegisi kelaveradi, hali hech bezab bo'lmaydi shuning uchun. Savollaring bor. Общий. Hammalaring bilan tushaylik. Andijon yoshlariga, ayniqsa yoshlariga sovg'a bilan kelganman. Qarang, mana prezident qatnashadigan tadbirda marojniy sotyapsiz. Hammaga ham emas. Rahmat. Kattakon nech pul bo'ldi? Ayting, nech pul bo'ldi? Yo'q, yaxshi bo'ldi. Andijonda bitta narsani xotirjam bo'lamiz. Andijonliklar intervyu masalasida muammo bo'lmaydi qo'ygan. Har bitta odamdan nima bo'lyapti Andijonda desa, to'lib toshib aytib bera oladi. Shundan xursand bo'lib kelamiz. Andijon polka bu o'ynaganda bolalar mazza qilib o'zini yuragidan chiqarib o'ynaydi. Buyuk ajdodimiz Zahriddin Muhammad Bobur xotirasini abadiylashtirish maqsadida yangi Andijon shaharchasiga Bobur shahri deb nom bersak nima deysizlar?